Assalomu alaykum hurmatli hokim buva va Pastdarg'om tumani hokimi va Samarqand viloyat hokimi. Men Samarqand viloyat Pastdarg'om tumani Qarshi-Obod mahallasi Qaynarbuloq ko'chasidan Zaripov Anvarman. Ukam Zaripov Ravshanni yoshlarda yeri borligi masalasida, ekinlarini sug'orish masalasida murojaat qilyapman. Bu murojaatda, video murojaatda nima demoqchiman? Fermerlar bilan Pastdarg'om tumani suv yetkazib berish xizmati xodimi Otanapasov Mavlon kelishib olib, o'zaro Zaripov Ravshanni yerini suvsizlikdan qoldirib kelayotganligi masalasi bo'yicha aynan Zaripov Ravshan yerini suvsizligidan murojaat qilgan davlat organlariga. Shu masalada menga kelib murojaatini yopib berishini, yozib berishini so'radi. Men yozib bermasligimda aytganimda menga qattiq bosimlar qilib, tahdid qilib, seni ko'taningni chiqarib tashlayman, mayib qilib tashlayman deb qasddan gapirganligini bugun o'zim guvohi bo'ldim. Otanapasov Mavlon o'zaro kelishib, yoshlardan ham o'zini tanish bilishlari orqali Zaripov Ravshanni yerini suvsizlikdan quritish maqsadi borligini bugun men o'z ko'zlarim bilan, quloqim bilan his qildim va hokimga qilgan murojaatlarimizdan keyin mana bu holatda bizni yoshlarning yeriga ekilgan xashak, o't, qoramol chorvachilikka yetkazish uchun ekilgan o't mahsulotlarini payhon qilishlar ham kuzatilmoqda. Mana Zaripov Ravshanni yonida, sheriklari yonida, masalan foydalanib keladigan hamsoyalar deymiz, doim suvdan muammo bo'lmagan. Mana ariqlarda hamon suv bo'lib turibdi, ekinlari yaxshi o'sib barqaror bo'lib turibdi, lekin mana sug'orilgan boshlaridan ko'rsatib o'tamiz. Hammasi qasddan uyushtirilib, suv yetkazish xizmati Otanapasov Mavlon tomonidan bo'layotganligini bugun ko'rganligimda yana bir isboti. Mana kuzatishlaringiz mumkin. Shu o'simlik ekilgani beri qurib ketgan. Bir marta ham suv yetib oxirigacha kelmaganligini mana ko'rinib turgan ekinlardan ko'rishlaringiz mumkin. Mana birdan o'simlik qurib ketgan suv yo'qligidan suv yetkazish xizmatiga yur, hokimimizga tashlab berasan, suvni yetkazib bera olmading oxirigacha deb meni suhbatga tortganimda, yur, ekinni ko'rasan deganimda kelmaganligi, hammasini o'zi suv yetkazish xizmatida ishlaydigan Otanapasov Mavlon tomonidan uyushtirilib kelayotganligini isbotini ko'rishlaringiz mumkin. Mana qurib ketgan. Qanday biz ertaga soliq to'laymiz bu yerga? Qurib ketgan xashak. Begona xaslar chiqqan yo'q. Soliqqa kelganda hokimiyat, davlat organlari soliqni talab qiladi. Suv yetkazish xizmati shunday qaslashaversa, biz atrofdagi o'zlarini tanish bilishlari orqali har xil qasd uyushtirmalar qilaversa, biz qanday bu yerda ekin olamiz? Mana atrofda makkalar, bizdan keyin ekkanlar foydalanib kelyapti. Shundan ko'rishlaringiz mumkin. Mana qurib ketgan yer. Suv umuman kelmagan, shu ekin ekilgani. Zaripov Ravshanni yonida ekilgan bedani sug'orilgan nahrlarni ko'rishlaringiz mumkin. Ochiq oydin bilinib turibdi, hammasi qasddan uyushtiriladigan. Sug'orilgan ekinlar mana suv kelgan. Bizning ekinlarimiz lekin qurib ketyapti.